Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bugun biz 8-iyun kuni bo'ladigan juda qiziqarli o'rtoqlik o'yini haqida gaplashamiz. O'zbekiston milliy jamoasi dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi. O'yin Nyu-Yorkdagi stadionda bo'lib o'tadi. Boshlanish vaqti Toshkent vaqti bilan soat 23:54 da boshlanadi. Bu o'yin ikkala jamoa uchun ham 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlikning so'nggi sinovlaridan biri. Niderlandiya Jahon chempionati oldidagi oxirgi sparring sifatida shu o'yinni tanladi. O'zbekiston esa Fabio Cannavaro boshchiligida ilk bor Jahon chempionatiga chiqqan tarixiy yo'lni davom ettirmoqda. Keyingi o'yinlarda Cannavaro yangi taktika va tarkibni sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bukmekerlar Niderlandiyaning g'alabasini juda yuqori baholamoqda. Xususan koeffitsient 1.2, 1.3 atrofida. O'zbekiston g'alabasi esa 8-10 oralig'ida. Ko'pchilik ekspertlar Niderlandiya 2-0 yoki 3-1 hisobida g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Lekin futbol bu har doim syurprizlar o'yini. O'zbekiston yaxshi o'ynasa, gol urib, munosib qarshilik ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Niderlandiyaning yulduzlari maydonga tushishi kutilmoqda. O'zbekiston tomonidan esa Eldor Shomurodov, Abosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanov kabi yetakchilar o'z imkoniyatlarini ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Bu o'yin biz uchun katta tajriba. Jahon chempionatiga tayyorgarlikda Yevropaning top jamoalariga qarshi o'ynash har bir futbolchi uchun ulkan imkon. Qanday hisob bo'ladi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni kommentariyada qoldiring. O'yinni kuzatib, natijani birga muhokama qilamiz. O'zbekiston olg'a, like bosing, obuna bo'ling. Ko'proq futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.